Garri Potter'dagi eng qaysi birinchisimi? Birinchi. 3. Bularni ikkalasini tanlaydik-ku shundan. Yo'q, endi yaxshi o'ynagan to'g'rimi? 3. Boshqatdan. Mayli, qo'yaman lekin joyin. Zato keyin buni o'ldiradi. Ana uyutli bo'ladi bilasan, uyga borganda zo'rlanib yoqadi. Salbiy emas. Voy, nimaga salbiy emas? Snap salbiyga kiradi. No, oxirida keyin ochiladi, to'g'rimi? Snap oxirigacha salbiy bo'ladi. Eng zo'r anaqadan. Malfoy. Прости. 3. Ishonchni ham yozmoqchi edim, baribir ham yoqtirmayman. Yoqtirmagan personaj. Mana aynan shu emotsiyasi yoqmaydi menga. Voldemort. Aytishim mumkin emas-ku. Voldemort bo'lsa hikoya o'zi ham. Kim ikisanda? Snap? Manda ham Snap'ga. Lili bilan ikkalasiniki bir xil bo'ladi. Mana shoxi bor deb o'yladim. Ha, yo'q. Da, professor Snap. Shu tilni aytib ketay, u трогательный joyida. Nimaga yoqadi buni patronusi? Gap ko'rinishi nimadir emas. U juda ham muhim paytda paydo bo'ladi. Mana shu yerda juda ham ta'sirli ekanman. U ham bo'lsa aziyatga ungacha kelmaganman. Xayolimga u Snap patronusi bo'lgan. Slytherin. Chunki Gryffindorda Garri bo'ladi, mashhur. Slytherinda ko'p yaxshi o'quvchilar chiqqan bo'ladi. Keyin aytadi-ku, Garri Potter finalidachi, "Sen qayerda o'qishing anaqasi yo'q." O'g'liga. Eng muhimi o'zing, sen o'sha joyi mashhur. Men Slytherinda ijobiy tarafdan mashhur qilardim. Garri Potterdan onasi ila meni Slytheringa olinglar. Dumbledore, professor McGonagall. Juda yaxshi ko'raman. Boshidan oxirgacha. Menga eng ta'sirlantirib, menga murashki bo'lgan joy bilasanmi qayerda? Snape direktor bo'ladi-ku, o'sha jang paytida. Keyin Snape haydab chiqarib yuborishgandan keyin anaqa qiladi, McGonagall. Kurash ketadi, o'sha yerda shunaqa g'alati bo'lib ketganman. Garri, "Мы с тобой" deb-chi. Biz barchasini ko'rganmiz-da. Dumbledore har doim mudriylik yoqadi. To'g'ri, u Garrini o'limga oxirida yo'naltirishga to'g'ri keladi, chunki vaziyat shuni taqozo qiladi, lekin juda ham mudriy inson bo'lgan, и menga har bittani sitatalari yoqadi. Красен мир, являющийся во снах. От загадочных глубин океана до сверкающих звезд вселенной. Ayniqsa ana gapi. O'lganlarga achinma. Tiriklarga achin. Ayniqsa mehrga zor qalblarga deydimi? Shunaqa tip bor deydi. Конечно. Juda ham zo'r. Garri bilan suhbatlari yoqadi. Suhbatning jarayonidagi muzikalar yoqadi. Endi shu joyga bitta gap. Siya shokolad. Kayfiyating ko'taradi demadi. Zo'r. Seriya. Biz aka-singilga o'xshaymiz, qaranglar. Juda ham zo'r temp ko'tarib bergan va eng yaxshisi, eng zo'r do'st. Garrining eng yaxshi do'sti. Va Hermione shu personajga qarasam, rosa kitob o'qigim keladi. Juda ham ijobiy zo'r personaj. Har qanaqa holatda shu troitsani ichida ochib ketadi, ko'p bilimi borligi uchun. Da. 3, 4. Patronus? Da. Menda ham Patronus. Aynan o'sha joy, o'sha sahnasini oldim. Shu yerda menda ham shu Patronus bo'lib qolsa. Adam keldi deb o'ylaydi Garri. Aslida o'zi bo'ladi. O'zi eng kuchli volshebnikdek himoya qiladi o'zi bilan Sirius Black'ni. 3, 4. Shu tilni ham qo'yadi. Men shoshilib qoldim. Nima o'zim? 3. Expecto Patronum! Va umumiy o'zi filmda nima uchun ko'ramiz bu film, Aziz? Son uchun ko'ramiz. Mana. Aqani, kim qaysi paytda yoqsa o'sha paytini qo'ydi. Lekin 3-sezondagi paytda yoqadi. Menga birinchi shunaqa shirincha bo'lgan. Mana shu o'zi uchalasini juda ham bir o'zgarib, stili o'zgargan payti shu 3-sezonida agar sezgan bo'lsanglar, sal kattalashgan bo'ladi. Menga Garri 3-sezonda chiqqan yoqadi. Ma'lumot o'rnida bitta narsani aytib o'tamiz. Harry Potter'asini, hamma seriyasini birinchi qismidan to 7-8-qismigacha biz Aziz bilan 50 dan oshsa kerak, yo Aziz nima deb o'ylaysan shu yoshimizgacha. Va biz shu kuzda ham yana ko'ramiz.
o'shaning uchun ham shu Garri Potter haqida YouTube kanalimizga bizni qaysi personajni bilan yoqtirishimizni aytgimiz keldi. Va sizlar ham shu savollarga kommentariyada javob qoldiringlar. Biz har bittalarni o'qiymiz, chunki Garri Potter haqida ma'lumotlar bizga juda ham qiziq. Balki biz bilmagan ma'lumotlar bordir sizlarda. Kommentariyada o'qiymiz. Personajlarni ham qo'shib ketinglar. Keyin biz hali kitobini o'qimaganmiz, uni o'qish niyatimiz ham bor. Xayr.